Srochno ish bor dalada va esengi prava bilan KAMAZga. Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Ishlarni chiqarishda davom etamiz. Birinchi ishimiz dalada bo'ladi. Bu ish Podmoskvada joylashgan. Ya'ni mana shu yerga rasmlarni qo'yganman. Mana shu traktorlarda ish bo'ladi. Oylik 120 ming rubldan 150 ming rublgacha yashash joyi va pitaniya tekin ish ofitsialni turdovoydagor bilan ishlaysiz. Oyliklar o'z vaqtida beriladi. Kerak bo'layotgan dokument rossiyskiy pravoyis, Podmoskva patentingiz va minimum 1 yillik optingiz bo'lishi kerak. Aytib o'tgandek bu ish dalada yer haydash, kultivasiya tortish va pritsep tortish. Mana shunday ishlar. Ikkinchi ishimiz KAMAZda bo'ladi. Ya'ni mana shu texnikada oylik 150 ming rubldan bu ish ham Podmoskvada joylashgan. Bu ishda qulaychilik tomoni sizdan hech qanaqa rossiyskiy prava so'ralmaydi. Bemalol esengi prava bilan borib ishlaysiz. Faqat optga e'tibor qilasiz. Biz opt ishga ololmaydi. Bemalol navigator bilan Moskva va Podmoskva yo'llarida yurishingiz kerak bo'ladi. Bu ishda ham hech qanaqa oylikda zadishka yo'q. Oyliklari o'z vaqtida beriladi va oxirgi uchinchi ishimiz MTZ traktorda bo'ladi. Bu ish ham Podmoskvada joylashgan. Oylik 130 ming rublgacha yashash joyi va pitaniya tekin ish ofitsialni turdovoydagor bilan ishlaysiz. Oyliklar o'z vaqtida beriladi. Kerak bo'layotgan dokument rossiyskiy pravoyis, Podmoskva patentingiz va minimum 1 yillik optingiz bo'lishi kerak. Ya'ni shotka va atvalda ish bo'ladi. Har doimgidek ish beruvchilar nomerini описаниyaga yozib qoldiraman. Bemalol описаниядagi nomerga bog'lanib borib ishni boshlayverasiz. Keyin bilasiz, prava xizmatini yo'lga qo'yganman. Hozirda 23-aprelga ekzaminga joy bor. Sketkamiz davom etadi, ya'ni prava narxi arzonlagan. Agar sizga spes texnika va traktorlarga rossiyskiy prava kerak bo'lsa, har doimgidek pastga WhatsApp nomerimga qoldirganman. Shaxsan o'zim javob beraman. 24 ga 7 ishlaydi. Faqat WhatsAppdan bog'laning. Prava ekzaminlariga 100% yordam beramiz va prava bazasiga 100% kafolat beramiz. Azizlarim, har doimgidek pastga kommentariy va opsiyaniga Telegram gruppam bo'ladi. Albatta obuna bo'ling. Eng kerakli ma'lumotlarni doimo Telegram gruppamga joylab boraman. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.